Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir chiroyli darvozamizda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumaniga olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, juda ideal, oddiy fasondagi mana darvozamiz bo'ldi. Juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Eniga 4 metr, bo'yiga 420 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Ikki qanotli variantda bo'ldi. 1 kvadrat metri 950 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Zamoklar doim o'rnatilgan zubur zamok, kraskalar, mokr asfalt, devor kraska bo'ldi. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Orqa holatlarini ham ko'rishlaringiz, orqalari ham juda chiroyli, ideal holatda o'rnadi. Zamoklar doim o'rnatilgan zubur zamok, zatorlar, sentrzator. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, darvozamiz ikkovi stoykasi 10 uchlik stenada profil bo'ldi. 10 profil, tagi 10/5 shiviller bo'ldi, tepasi 10/5 profil, 1.7 stenada. Ichidagi profillariga kelsak, ichidagi profillari 6/4, 1.7 stena, listlari 2lik listda bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli. Juda baquvvat darvoza chiqdi. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim kuzatib boringlar. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli aka-ukalar.